Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli oqshom tilaymiz. Bugun biz Chimboy Uchqora mahallasiga tashrif buyurganmiz. Yana bir onajonimiz shukrona kuni munosabati bilan yaqinlar tomonidan, farzandlar tomonidan ko'ngillarni xursand aylaymiz. Kelishingiz mumkin bemalol, yaqinroq. Borini menga bergan birgina onam, mening mehribonim o'zi. Onajon, bu kunni unutilmas onlarga aylantirishni istagan insonlar, bizani tashrif qilishga chaqirgan insonlar kim deb o'ylaysiz, onajon? Yana kim bor? Bir insonni unutib qo'yapsiz-da hozir. Siz jondan aziz yaxshi ko'ruvchi turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz bugun shukrona kuningizni unutilmas onlarga aylantirishni istadi. Sizni yuzingizga kulgu tabassum ulashishni istadi, onajon. Yuqorida farzandlaringizdan so'radim, bugun onajonim shukrona kuni. Onajonim qanaqa so'zlar bilan maqtaylik? Onajonim qanaqa inson dedik? Assalomu alaykum otajon, turib oling onangizdan. Onajonim qanaqa so'zlar bilan maqtaylik dedik-da? Onajonim shunaqa insonlarki, akajon, biz dunyoga kelishimiz uchun sababchi bo'lgan insonlardan eng avvalo. Onajonim shu yoshga kirib otam bilan bir kun ham o'zi uchun yashamadi. Biz farzandlar yaxshi hayot kechirishimiz uchun harakat qildi. Biz farzandlar uchun ter to'kdilar, mehnat qildilar. Otam bilan onam baxtimizga doim sog' salomat bo'lsin dedi. Dunyolarga alishmaymiz dedi. Otam davlatim bo'lsa, onam jannatim bo'ladi dedi. Dunyolarga alishmaymiz, baxtimizga doim sog' salomat bo'lsin deb bas dedi. Ana endi biz uning bilan otam uchun yaxshi harakat qilamiz, mehnat qilamiz, ter to'kamiz dedi. Faqatgina bizning yonimizda bo'lib sog' salomat bo'lib tursa bo'ldi dedi. Onajon, mana shu farzandlaringiz yonida doim suyanchiq bo'lib tursalaringiz, otam bilan xudo xolasa farzandlaringiz topgani faqatgina sizlar uchun bo'ladi. Yana bir bor shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajon, bugun necha bahor narsa olyapsiz nasib bo'lsa? Taxmin qilib ko'raman, aytmay turasiz. Mehmonlar, onajonim bugun yoshini taxmin qilib ko'raman. Agarda to'g'ri taxmin qilsam, qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Kelishdikmi? İlk bir bahora qarshi olyapti farzandlaringiz. İlk bir bahora qarshi olayotgan insonga o'xshamaysiz-a? Endigina 18 bahora qarshi olyapsiz. To'g'rimi onajon? Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Otajonim, assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa turmush qurganlaringizga necha yil bo'lyapti, ota? 20 yil bo'ldi. Bitta qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz otajon. Onajonim, otamga tegib nima topdim? Bitta savol bering. Nima topdingiz otamga tegib? Siz ayollarimiz aytadi, sizga tegib nima tegib topdim deydi-ku, to'g'rimi? Ha, sizga tegib nima ko'rdim deydi-ku. Allohim baxtlaringizni ko'rsatsin onajonim. Xudo xolasa mana shu farzandlaringiz baxtini, rohatini ko'rib yuringlar deymiz. Allohim. Taqarsaga bilan o'xshab qo'yamiz mehmonlar, ha? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun kelinimiz Olmaxon oyida tavallud topgan kunlari. Fursatdan foydalanib tabriklayman. Olmaxonjon, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim ukam bilan qo'sha qaring, bolalaringizni huzurni ko'ring. Mana 3 ta pahlavondek o'g'illari bor-da. Kelinimda, ukamda. Mana bittagina kelini bor, qizda, xuddi o'zini qiziday. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu palvon yigitlarni huzur halvatini ko'ring. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, ilohim. Faqat shirin kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz qarindoshlar bilan birga bo'lsin. Rahmat yigitlar sizlarga. Rahmat. Taqarsaklar bilan taqarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Allohim baxtlaringizga ko'rsatsin onajonim. Har doim mana shunday onajonimiz necha yosh bo'lib, go'zal bo'lib yurishining sababi albatta siz otajonimdan. To'g'rimi ota? Ana endi ruxsat bersangiz, onajonim farzandlariga beraman. Akimdan boshlanib javob akimdan marhamat akajon, o'zingiz bitta tabriklab qo'ying. Biz farzandlar har doim onajonimizga, otajonlarimizga yaxshi ko'rishimizni ayta olmasligimiz mumkin. Lekin bugun shukrona kun. Bugun yaxshi kundan foydalangan holatda akajonlarimiz sizlarga yaxshi ko'rishini aytmoqchi. Marhamat. Assalomu alaykum ayajon, yuzlarga kelib yuring. Hamisha mana shunday yillaringiz ko'p bo'lsin. Minlarga kirib yuring, hamisha baxtli sog' bo'ling. Omon yuring. Taqarsaklar bilan o'xshab qo'yamiz albatta. Rahmat. Mana endi akimga beraman navbat. Ismingiz nima edi aka? Assalomu
alaykum hammaga. Onajon tug'ilgan kunlari bugun. Chin qalbimdan tabriklayman. Boriga shukr onajonimni. Qarsaklar bilan o'xshab qo'yamiz albatta onajonimizni. Aka siz ham. Assalomu alaykum. Onajon bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtingizga har doim sog' salomat qilib bering. Mana shunday yaxshi kunlarimiz juda ham ko'p bo'lsin. Eng yomon kunimiz mana shunday bo'lsin. Sizlarga ham rahmat hammaga. Tabriklayman onajon. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Otajon, ko'pchilik baxt nima deysa, qimmatbaho saroylar, qimmatbaho mashinalar deb o'ylaydi-da. Yo'q, asl baxt mana shu yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz baxtimizga doim sog' salomat yurishi, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoningizda bo'lishi. Bugun shu kuningizda mana shuncha mehmonlar, shuncha yaqinlaringiz tashrif buyurgan. Mana shu ham katta baxt. Subhanalloh. To'g'rimi ota? Albatta siz dunyoni meniki deb emas bo'lib. Xatolar yo'lida yuribman, to'lib sizning qadringizni endi his qilib. Men sizni asrashni bilmabman. Sochingiz oqini vaqtga yo'yibman. O'zimni eng dono odam qo'yibman. O'tkinchi hislariga qattiq to'yibman. Men sizni asrashni bilmabman ota. Dunyo dardlari qolib. Ona, yana keldim qoshingga. Ba'zan bilmay qovog'im solib tekkandirman balki joyingga. Tunlar bilan teng kiradi g'am. Bu gal menga ergashma deyman, chunki kelsam qoshingga har dam hamon o'sha yosh boladikman. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, arsanglar bilan o'xshatiraman. Bolaligimni eslatadi ko'zim. Birgalikda Mening bahorim, gulu rayhonim onam. Dunyoda borim, jannat iforim onam. Ey mehribonim, mening madorim onam. Farishtamus, dardga darmonim onam. Xudo xohlasa Xudoyim eng avvalo barchaga eng katta ne'mat atalmish sog'lik ne'matini berib tursin farzandlaringizga. Xudo xohlasa kelgusi shukrona kuningizga otam bilan ikkalalaringizga umra safarlarini topshirish, biletlarini topshirish hammamizga nasib qilsin. To'g'rimi? Taqasinglar bilan olqishlab qo'yamiz. Xudo xohlasa oppoq xarid liboslarda hoji ota, hoji ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lsin. Xudo xohlasa onajonim. Ana endi ruxsat bersangiz onajon, o'z bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tara oldikmi o'zi? Oz bo'lsa-da xursand qila oldikmi sizni? Albatta bu rahmatlarni farzandlaringizga aytasiz. Bugun shukrona kuningizni unutilmas o'g'illarga aylantirishga harakat qildi onajonim. Siz dunyolarga alishmang onajon farzandlaringiz. Shu fursatdan foydalanib mana shu akalarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman aka. Xudo xohlasa onajonlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'linglar. Sizlarga ham xudo xohlasa kelajakda farzandlaringizdan mana shunday tabriklashlar, yaxshi kunlar nasib qilsin deyman. Onajonim, mana endi bugun oqshomimizdan esdalik sifatida fotosuratlarga taklif etamiz. Mana shu oilaviy turgan holatda sizlar bilan bugungi oqshomimizda sizlar bilan qisqa daqiqalar ichida Desnidikor jamoasi hamda Kamina Kamtarin Shamshod Mallayev bo'ldi. Yaxshi kunlaringizda doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shukrona kunlar, tug'ilgan kunlar, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat.
Nega